kimsga qiladigan akalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Mashinani qiyatni qilib, как yangidek qilib qo'yibdi. Siz o'zi bizni qayerdan turib kuzatyapsiz? Kommentariyaga qayerdan kuzatayotganingizni belgilab keting. Bizning mashinalarimiz O'zbekiston 12 ta viloyatiga avtoketga chiqadi. Bemalol olib ketishlaringiz mumkin. O'sha bosh to'lovning ichida hamma xarajatlarni qilib beraman. Gayi, notarius, sug'urta, xullas qolgan barcha xarajatlar o'sha bosh to'lovning ichida bo'ladi. Boshqa bir so'm xarajat qilmaysiz. Mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, holatlari juda zo'r. Bor yo'g'i 60 ming kilometr yurgan propan 4-pokoleniya. Mashinamizning holati ideal darajada. Bemalol kelib turib kraska holatlarini tekshirtirib olaverasizlar akalar. O'zining родной diska balonlarida diskalari ham akkuratni turibdi. Bir tosh tegib, qirilib, chizilib ketgan joylari yo'q. Balon holatlari ham o'rtacha holatda. Mashinamizda salonlari akkuratni, obshipkalarda ham qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Yurgani 62800. Mashina propanda, chexol, poliklari tashab qo'yilgan. Bu mashinani siz maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 1400 so'm bilan kelasiz. O'zingiz nomingizga bir kunda avtokredit qilib beraman. Mehnatimizni qadrlab, like bosish esdan chiqmasin. Bir so'z bilan aytganda, mashinamiz minishga tayyor holatdagi mashina. Bu mashinamizni tan narxiga keladigan bo'lsak, 140 million so'm bilan kelasiz. Aka, bemalol savdolashib olib ketishlaringiz mumkin. Bizda mashinalarning har xil turlaridan bor. Bu mashinalar sizlarga ma'qul kelganda, bilmay qolmasliklaringiz uchun podpiska tugmasini bosib qo'ying. Qo'shimcha ma'lumot uchun pastda raqamlarni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizda mashinalar naqd, avtokredit, vikup, xullas kalom hamma yo'nalish bo'yicha sotiladi akalar.